Nimaga menda baqbaqa yo'q, o'rtoqlar? Ko'rishinglar mumkin. Mana baqbaqa, ya'ni второй подбородок. Lipolitiklar olganmisiz Nodir opa? Operatsiya qilib oldirib tashaganmisiz? Nimaga sizda baqbaqa yo'q degan savollarni kunda yuzlab ayollar menga berishadi. Yo'q o'rtoqlar. Menda lipolitik hattoki muolajalari ham yo'q. Men ishonmayman lipolitiklarga va xohlamayman qilishni. Operatsiya endi u juda ham yomon holatlarda mayli operatsiya qildirish mumkindir. Lekin buni eng zo'r yechimi, eng oson, eng arzon yo'li bor. Juda ham ishoninglar, haqiqatda yuzinglarni avvali ham chiroyli bo'ladi, baqbaqa ham ketadi. Mana shu narsani agar qilib yursangiz muntazam. Demak, u nima? Rasmda ko'rib turibsiz, mana shu narsa. Bu yuz uchun bandaj, o'rtoqlar. O'zim hanuzgacha bandaj taqaman uyimda. Chunki eng foydali narsa baqbaqa ketkizish uchun, yuzni chiroyli avalini to'g'irlash uchun eng foydali bu bandaj, ya'ni yuz uchun korsetlar. Aptekaga borasiz, maxsus yuz uchun bandajlar sotib olasiz va har kun kechasiga 1 oy davomida yuzingizga taqib yotasizlar. 1 oy. Ishoninglar, 1 oyda shunaqa rezultat beradiki, hammaslarni yuzingizni operatsiya qildirgan deb o'ylaydi yoki kosmetologga borib to'g'irlatgan deb o'ylaydi. Bunga men kafolat beraman, chunki bu o'zimda sinalgan eng chiroyli, eng tabiiy yo'li bu narsani bandaj taqib kechqurun yotish. Mana shunaqa rezultat bo'ladi o'rtoqlar. Foydalaninglar, bu ham sizlar uchun bitta lifehack. Yoqqan bo'lsa, tavsiyalarim albatta sizdan reaksiyalar kutib qolaman.